Bunyodkor MFYda 9-maktab, ya'ni mana shu turgan maktabimizda uzun bog'lar bo'lgan, uni egallab olingan degan vaj bilan murojaat qilishyapti. Bizga endi hujjat berdi. 2021-yildagi tuman hokimi, ya'ni Xolmirzo Niyozov tomonidan 153-sonli qaror chiqqan. Qarorda maktab hududidagi o'sha atrofdagi yerlar maktabga biriktirib berilgan. Biriktirib bergandan keyin bu holat bo'yicha o'zboshimchalik bilan egallab olingan holatlar bor ekan. Maktab prokuratura, Oltiariq tuman prokuraturasi tomonidan taqdimnoma chiqyapti. Bitta bu maktab emas, bir nechta maktablar. Bularning ichida 9-maktab ham bor, shu maktab. Fuqaro tomonidan hech qanday hujjatlarsiz egallab olingani, uzun bog'i barpo qilib olingan bo'lsa, yana bir fuqaro tomonidan ismlarini endi ochmay turibman. Fuqaro tomonidan maktabning 24 kvadrat metr maydonda noqonuniy qurilish ishlari amalga oshirilib, qo'shimchasiga 10 sotix yer maydoniga terak ko'chati ekib olingan deyapti prokuratura xulosasida. Achinarlisi Oltiariq tuman hokimining 11.03.2021-yildagi, ya'ni mana shu 153-sonli hokim qarori bilan maktabga qo'shimcha xo'jalik sifatida alohida bog'dorchilik uchun Yangiobod massivining 315-kontridan 2 gektar yer maydoni biriktirib berilgan bo'lib, ushbu bog' egallangan yer maydonining 0.10 qismiga fuqaro, yana ismini endi aytmay turamiz, tomonidan uy-joy qurilish ishlari olib borilayotganligi aniqlangan deyapti. Endi sizni mahallani rais sifatida, bir otasi boshi sifatida bu bilan tanishtiryapmiz. Xolis axborot chiqishi uchun, ikki tomonlama o'rganish uchun. Endi direktorga yuzlanuvdik, yangi ekan, u payt davrida bo'lmagan ekan. Mayli o'sha joyiga chiqsak, o'sha ekilgan, egallab olingan joylarni ko'rsak, mana shu fuqarolar bilan chiqib suhbat qilib, mana shu qarorlar bilan tanishtiramiz. Balki ularda ham qanaqadir bir asoslari bordir, hujjati bordir. Uni ham ko'ramiz. Keyin buni yuqori turuvchilarga bersak, ular qonuniy hal qilib beraveradi. Ma'qulmi? Shu joyga chiqib ko'raylik. Xullas, do'stlar, mana shu joy aytib o'tilyapti. Maktab hududidagi terak ekib olingan 24 kvadratiga esa qurilish ishlari olib borilyapti deb hozir bu yerga maktab egalik qiladi. Bu yer maktab hududi. To'g'ri, men bundan 1 gram men o'qiyman. Faqat shuni bir kelishib, o'zlarining maktabi. Mana shu holatga oydinlik kiritib olaylik, bo'ldi. Endi bu kechayinlar unamarda kesib olgan deyapti. U ol bo'larsa jonika. Endi agar kesib olgan deydigan bo'lsa, mana men yerda noqonuniy egallab olgan. Endi noqonuniy egallagansiz deb aytdi. Buning uchun bir kelishing, kes deydigan bo'lsa, kesish kerak. Kesib ol deyapti. Endi kesmasligi uchun qanaqadir bir yo'li bo'lsa, bir gaplashib ko'rish kerak. Masalan, men hozir kessam buqa. Yana yozib bir meni bo'yni juda katta ishlarga ilib qo'yishdi. Yo'q, shu narsani ayting, bartaraf qilish uchun bular bilan gaplashing. Nima qilish kerak? Mana xo'p, keldik, o'rganishdi, noqonuniy egallanyapti. Terak shu bo'yi bo'pti. Yechimi qanaqa deb oqtaringmi? Maktab hududidagi yerlar maktabga qaytarib berilsin. Egallab olgan fuqarolar foydalanmay shu maktabda shu 1000 ga yaqin o'quvchi bor, ana shularga yo'naltirilsin degan maqsadda ertaga mana turgan bolalar ham mana shu sizlarning qishloqlaringning kelajagi shular. Misol o'zim bu yerlik emasman, biz uchun emas yoki bo'lmasa direktor uchun emas, bu rais bo'y uchun emas, mana shu bolalar uchun deyilyapti. Endi bizni ola olmayotganimiz sababi eshigimiz tay chiroyli bo'lib turibdi. Eshigimiz tay chiroyli bo'lib turibdi. Bolalar hammasi kech payt ham avtobus issiq kunlarda Mashhadga kelib dam oladi bolalar. Xullas, kim nima qilganini siz ham bilmaysiz, anadan kelgan hatto. Qarang, men kesib tashlayman. Yo'q, qarang, bunday qiling, Tagidan urib tashlayman. Maslahat. Kerak emas menga. Do'stlar, mana shu 2 gektar bog' maktabniki, lekin ayrim fuqarolar tomonidan o'zlashtirilganligi aytilyapti. Ularda hatto kadastr hujjati borligi ham aytilyapti. Hurmatli do'stlar, avval xabar berganimizdek, o'sha maktabga qaratilgan bog' mana shu hokim qarori bilan mana shu bog' berilgan. Biz oldida turibdi. Mana shu joyda qurilish ketyapti. Ya'ni fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan. Bu to'g'risida Oltiariq tuman prokuraturasini o'sha taqdimnomasida ham ko'rishimiz mumkin. 2 gektar yerda hozir kim nima qilyapti, kim qanday foydalanyapti, lekin maktabga foydasi yo'q. Ijara shartnomasi bor deb gapirishadi, lekin biz uni ko'rganimiz yo'q. Hujjatimizni ko'rsatmaydi. Keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, u biton qo'yilgandan keyin bu narsalar
Yuzaga chiqdi. Agar qurilishga hujjati bo'lsa, qarshilik yo'q. Qarshiligimiz yo'q. Lekin hujjat bo'lmasa bo'shatish kerak. oziq ovqatdan ta'minlash va shu iqtisodiy qo'llash nuqtai nazaridan berilgan. Farmonda shunday deyilgan o'zi prezident farmonida. 2 gektardan ortiqroq joy edi. Mana unda mana 20 yil bo'lyapti pensiyaga ketganimda. Daromad bo'lgan. Haqiqatan ma'lum shartlarimiz mana maktabda zavqozini 2005-yili Navoiyda maktabda zavqoz bilan isitish sistemasini to'liq yangilagamiz. O'sha yildagi pul yig'ganimiz o'rtoq Abdurahimjon Maktabga biriktirilgan bog'lardan daromad olib qilingan. maktab shunga qilganmiz o'sha. Endi vaqtga barmanasi kelib shunaqa gaplar bo'ldi. Mana bu kishi nima qildi? Yangi direktorimiz Malahatay shunaqa ahvol. Ustoz ishlagan ekan. Men shuni ko'rganmiz haqadan. Men aytgan gapim shu. Haqiqiy bo'lgan voqea. Foydalangan maktab mana hozir men ishlayotgan o'qituvchilarim biladi mana. Aka, mana siz xo'jalik ishlar bo'yicha o'rinbosarsiz-da. Mana shu holat bo'yicha sizni ham fikringiz, izohingiz qiziq. Bu sizga bog'liq masalalarda bu ham. Sizda qanaqa ma'lumotlar bor? Mana biz kelyapmiz, direktor yangi, Faxriy aytyapti, Profsoyuzda aylanma mablag' yo'q deya maktab balansiga moddiy ta'minot kelib tushmagan. Yo'q, bular. Tushgan yo'q. Endi sizda ham qanaqadir nazorat borku bu bo'yicha? Bog'da men kamdan kam chiqqandim, meva sotilganda ham. Bu kasaba uyushma kelib o'zlari hisobini olishardi, pul borib bankka qo'yar edik, shu raqamga. Bu navbatlarda o'sha bir aytishdiki, shunaqa ijaraga berilibdi deyishdi. Ijaraga endi berilgan bilan olib borib nimaga shetga qo'yishgan yo'q ijara pulini. Keyin endi ijara berilgan bo'lsa kerak deb yurdik. Qachonki o'sha aprel oyida mayta qurilish boshlaganda bular yashashga qurilish qilgandan keyin aprel oyida ishchi guruh kelib, haqiqatda bitta noqonuniy deb o'sha ishchi guruh kelgandan keyin biz haqiqatda qurilish bo'lgan keyin bildik. Yashash bo'lgan. Ungacha biz ijaraga berilgan bo'lsa kerak ba'zi. Endi ijaraga berish mumkin deb ijara pulini bermayapti. Ijarani talab qilib yurdi kasaba uyushma. Ijara pulini qachon berasan, xurmoningda pulini qachon berasan deb yurdi. Keyin qachonki mana yashash uy solishgandan keyin aprel oyida o'sha ishchi guruh kelib, bu noqonuniy qurilish deb o'sha mana prokuraturaga taqdimnoma chiqargan ekan. Taqdimnomasi maktabga keldi. 92-yildan beri shu maktabda ishlayman. Ana shu yerda men dadam ham direktor bo'lgan. Mashg'an akam rahmatlidan keyin o'sha Yo'ldoshev Ibrohim aka, mana shu dadam mana shu bog'da qilishgan. Katta opoqimiz shu xurmolarni ekib berishgan, shu maktabda bolalariga foydasi tegsin deb. 35 yil mana shu ishladim. Endi hali insof sari baraka deyilgan ekan. Qishloqimiz tarixida ham, maktabimiz tarixida ham bo'lmagan ish bo'ldi. Biz uchun ham juda hozir mana shunday nimalar berish ham noqulay. Sabab deb bolani haqqi, ana shu 800 ta bolaning ichida yetimlari bor, yarim yetimlari bor. Shundan chiqqan daromaddan, keladigan daromaddan biz o'sha maktab kamikoslariga qilib, ana shunday oilalarga homiylik qilib, vaqt kelsa yordam berib, ularga ham shunaqa yaxshi ishlarni qilib yuruvdik. Endi haqiqatan biz ham hayron qoldik-da, undan oldingi nimamiz direktorimiz bu yer ijaraga berilyapti, vaqtinchalik foydalanishadi va bundan bizga ma'lum bir qism foiz berishadi deb bizga aytishgandi. Endi biz ham ko'rmaganmiz rahbarlar qanaqa o'zaro shartnoma qilishgan, kim bilan qilishgan. Lekin birdaniga mana 2 yil o'tar o'tmas bu 2023-yilda bo'lgan bo'lsa, mana 25-yilga kelib bu joy turar joyga aylantirib qurilayotganini bildik. Bu ham o'zimizda ham qishloqlarimiz eng uyatli joyi. Olayotgan ham, uni bergan ham bizni ham qishloqlarimiz, farzandlari shu maktabda o'qigan, o'zlari shu maktabda o'qishgan. Maktabga aloqasi bo'lmagan shaxslar bormi bu yerda? Maktabga aloqasi bo'lmagan Qurilish. Shartnoma haqida bu gapirgan. shartnoma soatidan menga birozim hech kim gapirgan yo'q. Ana Abdumtalib chaqirib so'raydi. Kim u Abdumtalib? O'sha shu nima bo'lganda Ya'ni u kishi bilan shartnoma qildik deb kelishgan. Yaxshi, tushunarli. Lekin shartnoma siz ko'rmagansiz yoki og'zaki ham maktab uchun mana shunaqa mablag' beryapmiz deb aytishmaganmi? Yo'q, og'zaki hech qanday. mana o direktor mana bu yil kelgan bo'lsa, menga nima buyursa o'shani qilaveraman. Ijara shartnomasi bo'lsa qani, necha foizini ular olish kerak, necha foizini maktabga berish kerak haqidagi hujjat yo'q. Bir so'm daromad topshirilmagan. Daromad. Mana ko'rilayotgan mana shu qurilmalarni maktab kelib ola olmaydi ham, sota olmaydi ham, buni pulini ham so'raydi. Bu ancha joy, ancha joy. O naqdan setka ham tortib qo'yishgan. Chegara qilib.
balkim qonuniy shartnomasi bordir. Bu ashi masalani bizga Dostonbek oydinlik kiritib bersangiz bo'ldi. Balkim bordir. Bo'lsa, o'sha o'zida qanaqadir nimasi bor, halol imtiyoz. uniki. Bo'lmasa maktab nimasi qaytarish kerak. Qurayotgan odamlar agar bizni ko'rib turgan bo'lsa, ularga ham do'stona taklifimiz. Agar qonuniy hujjati bo'lsa, marhamat, biz doim ularni eshitishga tayyormiz. Olib kelsin, biz ham ularni ko'rsatamiz, lekin ayni paytda biz ularni topolmadik. Shuning uchun biz mana shu to'plangan jamiki o'sha ma'lumotlarimizni e'lon qilishga majburmiz. Chunki mana shuni mutasaddilar nazoratga olishi va amaliy yordam berishi zarur deb hisoblaymiz. Blogger Dostonbek Rahimov